Qizlar kuniga 1000 ta obunachi yig'ilyapti. Alhamdulillah. Eslaringizmi? Hozir kelinglar. Guruch, sariyog'ga bo'ktirilgan guruch, tuxum qaynatilgan, paqizga o'tganman, pomidor bodringlar, bug'ga pishirilgan qizilcha, achchiqgina kofe. Bilasizlarmi, kuniga 1000 ta obunachi yig'ilyapti. Xudoga shukr. Eslaringizda nima deganman boshida? Kichik qadamlar ila yuqori cho'qqalarga Xudo xolisa chiqaman deganman. Videolarim sizlarga foydali bo'layotgan bo'lsa juda ham xursandman. Shunchaki video qo'ymayman. Bu blogni boshlashimdan oldin menga juda hamma qarshi bo'lgan, hamma yaqinlarim menga qarshi bo'lgan. Hatto telefon qilib, seni muhokama qilishyapti, qo'y, video qo'y. Shunday deb, Allohning oldida pok bo'lsam bo'ldi. Nima deydi? O'zlari muhokama bo'lib yurgan insonlar o'zlariga sherik izlaydi. Men yomon ish qilganim yo'q, bilgan foydali maslahatlarimni ulashib boryapman. Yo'q, qo'y, blogerlar u bir narsalarga pul tikadi ular, shunda keyin anaqa ommaga chiqadi. Sen puling yo'q, pul tikmagansan, bekorga video olishing qoladi deb barcha yaqinlarim menga qarshi chiqqan. Hattoki obunachilarim ichida yaqinlarim podpiska bo'lmagan, bilasizmi? Like bosish u yoqda tursin. Faqat xo'jayinim aytgan, unaqa sen o'ylagan zamon emas. Hozir foydali narsaga, videoga qaramaydi. Birovni masxara qilsang, ustidan kulsang, mana shunaqa bema'ni videolar bo'lsa, millionlab prosmotr, millionlab like bo'lyapti hozir. Shunchaki boshlaysan, lekin obunachi yig'olmaysan degandilar. Alhamdulillah, Allohga hammasi oson. O'ylab o'tirmang, blog bemalol ochib yuritishga harakat qiling. O'zingizga ishonsangiz bo'ldi. To'g'ri, yaqinlaringiz hammasi qarshi bo'ladi. Hattoki aytayapman-ku, podpiska bo'lmagan meni yaqinlarim. Odamlar gapiradi, odamlar nima deydi? Odamlar gap bilan ish qilaman desangiz, mana shunday qilib o'tirishingiz kerak. O'sha payt odamlar bir to'g'ram non olib kelib beradimi sizga? Ma, qorning och, biz gapimiz bilan tippa o'tiribsan deb. Shuning uchun o'zingizga ishoning, Allohga ishoning. Shunaqa kuniga 1000 tadan obunachi yig'ilyapti. Xudoga shukr. Demak, kontentlarim foydali bo'lyapti. Chunki men bilgan kontentim avval o'zimga ro'zg'orga amalda qilaman, yo'qmasa qo'ymayman reels qilib postga. Foydali bo'lsa keyin qo'yaman.